Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz opa? Rahmat. Ha, nima bo'yicha telefon qilayotgandim sizga? Mibdagilar nomeringizni berishdi. Nima bo'yicha? Siz sud pulini to'lab beraman debsiz ekan. Bu ishi erim xotin ekansiz. To'lab beramiz. Sabr qilsangiz. Yo'q, qachon to'lab berasiz? Men sabr qilmayman-da, chunki menga pul kerak-da. Har doim kerak-a? Pul kerak-da. Har doim kerak. Ha, bolamni puli, u meni sud pulim. Eringiz ekan to'lang davay. To'laymiz. Qisib tursangiz ham. Shuncha payt to'lanyapti. Yo'q, qisib. Yoshingiz kattagina xotin ekansiz. Ancha katta. Ayesdan qurma. O'shada. O'ylab gaplashavering. O'shaning uchun bolamni haqqini to'lab qo'yinglar-da, davay tezda. Sabr qilib hammaga ko'pchilik qilmay tursang tushadi. Sansiramagi mani, kampir. Sassiq dambaq. Sansirama mani. Dambaq. Davay to'lab qo'y. Mana ko'ryapsizlar, mana shunaqa xotinlar bor.